هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hud tefsiri 69. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hud suresi 69. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şübhesiz ki bizning elçilerimiz yani periştiler İbrahim'e hoş haber ilip geldi. Ula sana amallık dileymeyiz dedi. İbrahim sizlerge amallık dileymen dedi. O uzak kalmay bir mozayını kavap kılıp ilip geldi. Ulanın yani periştilerinin onunla kol uzatmayvatkanlıkını görüp ulanı hoş görmedi. Uladın korkunuş his kıldı. Ula korkmagın, biz Rabbinin periştileri tamak yemeyimiz. Biz hakikaten Lut'un kavmini alak kılış için evetildik dedi. Onun ayali yani Sara bir taraf tutup Lut kavminin halak boludğanlıqıdan hoşallanıp küldü. Biz onunla yani Sara'ga İshak adlıq balası boludğanlıqı bilen ve İshak'tan keyin keladigan Yaqub adlıq nevrisi boludğanlıqı bilen hoş haber berdik. O yani Sara "Oyey, men bir momay tursam, erim bir buvay tursa, tuğam demen, bu hakikaten kızık işko" dedi. Ula Allah'ın emriden yani kudretinden aceplenemsen, Allah'ın rahmeti ve bereketleri silenin ailenlağa yani İbrahim'nin ailesidekilerge nazil bolsun. Allah hakikaten medhileşki layıktır, uluğlaşkı layıktır dedi. Periştilerinin İbrahim aleyhisselamның kışığı kilip İshak ve Yaqub bilen hoş haber bergenlik. Şübhesiz ki bizden elçilerimiz periştiler İbrahim'e hoş haber ilip geldi. Bazı tefsir şunasla periştiler onunla İshak namlıq oğlu boludğanlığı bilen hoş haber berdi dedi. Ve bazılar periştiler onunla Lut aleyhisselamның kavminin halak kılındığanlığı bilen hoş haber berdi dedi. Dəstləbki xaraşdikilərinin fikriga Allah Teala'nın bu ayetten kiyinla keladigan İbrahim'den korkunç yo'qolgan hamda hoş haber onunğa yetken çağda o biz bilen Lut'ның kavmi to'g'risida munoziralashga kirishdi degan oyati dalil bo'ladi. Ula sana amallık tileymeyiz dedi. İbrahim sizlerge amallık tileymen dedi. O uzak kalmay bir mozayını kavap kılıp ekeldi. Yani İbrahim aleyhisselam ulanı mehman kılış için nihayeti tizlik bilen sırtı çıkıp kızıtılgan taşkı yıkıp kavap kılıngan bir mozayının göşünü elip kirdi. Bu ayetini İbn Abbas, Katade ve bir qancha kişinin muşu mezmununda tefsir kılganlığı rivayet kılıngan. Allah Teala bu vakti mındaqdaydı. Şunun bilen o asta ailesiga çıkıp pişirilgan bir semiz mozayını elip kirip ulanın oldiga koyup yememsizlar dedi. Bu ayet mehman kütüşünün nurgun adab qoidalarini öz ichiga algan. Ulanın yani periştilerinin onunğa kol uzatmayotganligini görüp
ularni xo'sh ko'rmadi, ulardan qo'rqinish his qildi. Bu shuning uchunki farishtalar yemeklikdan yemidi, uningga ishtiha qilmadi va qarabmi qo'ymadi. Shunga Ibrohim alayhissalom ularning muzayning kavobiga tamamen parvo qilmay, uni ko'rmagandek o'ltirgan holini ko'rganda ularning bu holini yoqtirmadi. Ulardan qo'rqinish his qildi. Suddi bu oyat haqida mundaq deydi. Allah Taala farishtalarni Lut alayhissalomning qavmini halok qilish uchun avatganda, ular kelishgan yigitlar suratida piyoda minib kelib, İbrahim alayhissalomning uyiga mehmon bo'lg'il tushdi. İbrahim alayhissalom ularning esil kishilar ekanligini ko'rib, asta oilasiga chiqib, pishirilgan bir semiz mozayni elib kirib, ularning oldiga qo'yib, "Yemamsizlar" dedi. Ya'ni mozayni bo'g'izladi. Ondan uni qisitilgan toshga yiqib, kavob qilib, ularning oldiga qo'ydi. Va o'zimi ular bilan birga dasturxonda o'ltirdi. Uni ularning oldiga texmi yaqin surib, "Yemamsizlar" dedi. Farishtalar, Ey İbrahim, onun pulunu to'lab, ondan yeymiz" dedi. İbrahim cezmen, "Bunun pulu bormi?" dedi. Farishtalar, "Onun pulu nima?" dedi. İbrahim, "Onu yeyishga boshlaganda Allah Taala'nın ismini tilga olasizlar, bismillah deysizlar. Onu yeb bo'lganda Allah Taala'ga hamd sana aytsizlar" dedi. Shuning bilan Jibril alayhissalom Mikail alayhissalomga qarab, "Shunga uni Rabbining do'st tutishi haq ekan" dedi. Ularning, ya'ni farishtalarning unga qo'l uzatmayotganligini ko'rib, ularning xo'sh ko'rmadi. Ularni xo'sh ko'rmadi. Ya'ni İbrahim ularning kavobni yemaganligini ko'rib, ulardan ansirdi va ichida qo'rqinish his qildi. Sara İbrahim alayhissalomning ularga ikrom qilganligiga, o'zining ularning xizmatini qilganligiga qarab kulib tashladi-da, mundaq dedi: "Bizning bu mehmonlarimiz g'alitigo. Ularni hurmatlab xizmatini o'zimiz qildik. Halbuki ular tamoqimizni yemayotadigo." Allah Taala farishtalarning so'zidan xabar berib mundaq deydi: "Ular qo'rqmag'in. Biz Rabbingning farishtalari tamoq yemaymiz. Biz haqiqatan Lotning qavmini halok qilish uchun avatildik" dedi. Shuning bilan Sara Lotning qavmining ko'p buzg'unchilik qilganligi va qattiq kufrlik qilganligi uchun ularning halok bo'ladiganlik xo'sh xabarini anglab kuldi. Shuning uchun u tug'ut yeyishidan o'tib ketgandan keyinmi bir o'g'li bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berilib mukofotlandi. Biz uningga, ya'ni Saraga İshaq otliq bolasi bo'ladiganligi bilan va İshaqdan keyin keladigan Yaqub otliq nevrisi bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berdik. Ya'ni Saraning bir o'g'li bo'ladi. U o'g'lining avloddan avlodga nesli qoladigan o'g'li bo'ladi. Shak shubhisizki Yaqub alayhissalom İshaq alayhissalomning o'g'lidir. Allah Taala bu vaqtda undaq deydi: "Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar?" Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan: "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular: "Sening ilohing va ota bobo'laring İbrahim, İsmail, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qilguvchimiz" dedi. İbrahim alayhissalomning qurbonlik deb atalgan bolasining İsmail alayhissalom ekanligiga dalil ko'rsatadiganlar bu oyatni dalil qildi.
Qurbanlıq deb atalgan oğlunun İshaq aleyhisselam bo'lishi mumkin emas. Chunki İbrahim aleyhisselamga İshaq aleyhisselamning Yaqub adlı bir oğlu bo'ladiganligi bilan xo'sh xabar berildi. İshaq aleyhisselam kichik bola bo'lib, onun bar vaqtida tug'ilishi va'da qilingan Yaqub adlı balası tek tug'ilmagan tursa, İbrahim aleyhisselam onu qurbanlık qilishga qandaq mı buyurulsun? Allah Teala'nın vədisi haqdır. Allah Teala vədisiga hergizmi xilaflık qilmaydi. Ahval mana mushundaq tursa, İbrahim aleyhisselamның İshaq aleyhisselamni qurbanlık qilishga buyurishi mumkin emas. Buyurilishi mumkin emas. Buningdan İsmail aleyhisselamның qurbanlık qilishga buyurilganligi muayyanlashidir. Mana bu en yaxshi, en to'g'ri ve en ochiq paketdir. Allah Teala'ga hamd sanolar bo'lsin. U yani Sara Viyey, men bir mo'may tursam, erim bir buvay tursa, tug'amdiman. Bu hakikaten qiziq ishqu dedi. Bu ayette onun sözü xuddi yana bir ayette onun qiliqi hikoya qilingandek hikoya qilindi. İbrahimning ayoli suran selib kelib, ajablanganligidan o'zining yuzini kachatlab, men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'aman dedi. Birer ishdan hayron qolganda shundoq so'zlarni va qiliqlarni qilish ayollarning odatidir. Ular Allah'ın emrinden yani kudretinden acablanamsan dedi. Yani periştiler Sara'ga. Allah'ın emrinden acablanman. Eğer Allah birer nersinin bo'lishini xohlasa, onunğa vücut hikal deydi de vücut hikalidir. Siz bunundan acablanmang. Gerçi siz bir tug'mas mo'may, eriniz bir xeri boy bo'lsanglarmi, Allah Teala'nın xalqan nərsini qilishqa qodir ekanligida shak yo'q dedi. Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizlarning oilanglarga, yani İbrahimning ailesidagilarga nazil bo'lsin. Allah hakikaten medhilashga loyiqdir, ulug'lashga loyiqdir. Yani Allah Teala cemi işlerida ve sözlerida maqtashga loyiqdir. Cemi sifatlarida ve öz zatida medhilinib ulug'lanishga loyiqdir. İmam Buxoriy ve Müslim mundaq rivoyat qildi. Sahabilar: "Ey Allohning payg'ambari, sana salam yo'llashni bildik. Biroq sana qandoq rahmat yo'llaymiz?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ey Allah, sen Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına, xuddi İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına merhamet kılgandek merhamet kılgın. Muhammed aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına, xuddi İbrahim aleyhisselamga ve onun aile tavabatlarına bereket ata kılgandek bereket ata kılgın. Sen hakikaten medhilenişke ve ulug'lashga loyiqsan dengla" dedi. İbrahim qo'rqinish yo'qolgan hamda xo'sh xabar uning yetgan chaqda u biz bilan Lutning qavmi to'g'risida munozirlashishga kirishdi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p chekkuchi, ya'ni dil yumshoq, ham işte Allohga murojaat qiluvchi zotdir. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashni qo'ygin. Shubhisizki Rabbingning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashdan yoki shafaat qilish bilan qayg'urg'ili bo'lmaydigan azob tushidi."
Allah Teala bu ayette İbrahim Aleyhisselam'dan haber berdi. İbrahim Aleyhisselam'dan periştiler tamakni yemegen çağda ulardan his qilgan qo'rqinish ko'tarilib ketgan. Shuningdan keyin farishtalar uningga bir o'g'il bola bilan xo'sh xabar bergan va farishtalar uningga Lut alayhissalomning qavmining halok bo'ladiganligini yetkazgan chaqda İbrahim alayhissalom ular bilan munoziralashga boshladi. Said ibn Jubayr bu oyatning tafsirida mundaq dedi. Jibril alayhissalom farishtalar bilan birga İbrahim alayhissalomning qishig'iga kelgan chaqda ular İbrahim alayhissalomga biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. İbrahim alayhissalom ularga 300 mu'min bor bir shaharni halok qilamsizlar dedi. Ular yo'q dedi. U 200 mu'min bor bir shaharni halok qilamsizlar dedi. Ular yo'q dedi. U 40 mu'min bor bir shaharni halok qilamsizlar dedi. Ular yo'q dedi. U 30 mu'min bor bir shaharni halok qilamsizlar dedi. Ular yo'q dedi. Hatta u 5 mu'min bo'lsa-chu degan yegchilik so'radi. Ular yo'q dedi. İbrahim alayhissalom men sizlarga deb baqaychu. Agar u shaharda bir mu'min bo'lib qolsa, u shaharni halok qilamsizlar dedi. Farishtalar yo'q dedi. Shu chaqda İbrahim alayhissalom u shaharda Lut bog'i, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Shuning bilan İbrahim alayhissalom ular bilan munozirlashdan to'xtadi va ko'ngli oromiga tushdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. İbrahim bo'lsa haqiqatan ko'ngli ko'ksi keng, ko'p ah chekuvchi, ya'ni dili yumshoq, hamma ishda Allohga murojaat qiluvchi zotdir. İbrahim alayhissalom bu go'zal sifatlar bilan sifatlandi. Farishtalar aytdi: "Ey İbrahim, buni ya'ni Lut qavmi to'g'risida munozirlashishni qo'ygan. Shubhisizki Rabbingning ularni halok qilish to'g'risidagi amri allaqachon tushdi. Ularga cho'qim munozirlashish yoki shafaat qilish bilan qaytirg'ili bo'lmaydigan azob tushidi. Ya'ni gunohkor qavmdan qaytirilmaydigan qattiq azobning ularga tushidiganligi va ularning halok qilinadiganligi haqida hukm chiqarilib bo'ldi. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalar Lutning yeniga kelgan chaqda Lut o'z qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqib qiyin ahvolda qoldi. Ular to'g'risida yurak siqildi va bu bir dishvor kundir dedi. Lutning qavmi uning qishig'iga oldirab kelishdi. Ular burunli yomon ishlarni qilatdi. Ya'ni livanat qilatdi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir. Allohdan qo'rqinglar. Mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallasi joyida odam yo'qmi?" Ular Lutga aytdi: "Qizlaringga bizning hojatimiz yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni obdan bilasan." Farishtalarning Lut alayhissalomning qishig'iga kelishi, uning yuragining siqilishi va uning qavm bilan elib borgan munozirasi. Allah Teala bu oyatlarda elchilari bo'lgan farishtalarning İbrahim alayhissalomga Lut alayhissalomning qavmining halok qilinganligini bildirgan va uningdan ayrilgandan keyin Lut alayhissalomning qishig'iga kelganligidan xabar berdi. Farishtalar İbrahim alayhissalomga Lut alayhissalomning qavmini Allah Teala'ning shu kechida halok qiladiganligini xabar qilib, ondan uning yenidan ayrilib Lut alayhissalomning qishig'iga keldi.
Ba'zi tafsirshunoslar u chaqda Lut alayhissalom o'zining terilg'u yerida edi dedi. Ve ba'zi tafsirshunoslar u chaqda Lut alayhissalom o'zining uyida edi dedi. Farishtalar yuzlari chiroyli kelishgan yigitlar suratida kelib, uning qishig'i tushdi. Bu Alloh taoloning siniqi bo'lib, uningda hikmat va yetarlik pokit bor edi. Ularning kelishi Lut alayhissalomni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Ularning kelishi bilan uning yuragi siqildi va ularni o'zi mehmon qilmasa, qavmidan birasining ularni mehmon qilib, ondan ularga chiqilib qo'yishdan qo'rqdi. Ve bu bir dishvor kundir dedi. İbn Abbas ve bir qancha kishi bu oyat haqida mundaq dedi. Bu bir balos qattiq kundir. Bu shuning uchunki Lut alayhissalom o'zining ularni qo'g'dishi lozimligini va ularni qo'g'dashning qiyinga tushadiganligini tonib ketgan edi. Qatada mundaq deydi. Farishtalar Lut alayhissalomning qishig'i kelganda u o'zining terilg'i yerida edi. Farishtalar Lut alayhissalomdan o'zlarini mehmon qilishni talab qildi. Lut alayhissalom ulardan hayo qilib, ularning oldida mangdi. Yo'lda ketib yetib, ularning qaytib ketishiga taklif berib mundaq dedi. Allohning nomi bilan qasamki, ey mehmonlar, men yer yuzida bu shahar ahlidan buzuq birer shahar ahlining borligini bilmayman. Ondan u bir az mangandan keyin heyliq so'zini ularga yana dedi. Hatta u so'zini 4 qitim takrorladi. Qatada mundaq deydi. Lut alayhissalom ularning buzuq kishilar ekanligiga guvohlik berginiga qadar farishtalar ularning halok qilmaslikqa buyurilgan edi. Qatada mundaq deydi. Lut alayhissalom ularning buzuq kishilar ekanligiga guvohlik berginiga qadar farishtalar ularni halok qilmaslikqa buyurilgan edi. Lutning qavmi uning qishig'i oldirab kelishdi. Ya'ni ular mehmonlarning kelganligidan xabar tepib, xo'shal bo'lishib, yugurgan peti oldirab tenab kelishdi. Ular burunla yomon ishlarni qiladi. Ya'ni livota qiladi. Ya'ni ular shu holatni davomlashtiraverdi. Toki ular halok qilingandimi, shu holatda halok qilindi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo mundaq deydi. Lut aytdi: "Ey qavmim, mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir." Lut alayhissalom ularni o'zlarining halol xotinlari bilan bir yerda bo'lishga tavsiya qildi. Shak shubhisizki, bir payg'ambar o'z ummati uchun otining o'rnidadir. Shunga Lut alayhissalom ularni dunyo va oxiratda eng foydali bo'lgan narsaga tavsiya qildi. Boshqa oyatlarda uning ularga mundaq deganligi bayon qilingan. Sizlar ahli jahon ichidan levota qilib, Rabbinglar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar? Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshqichi qavmsizlar. Ular: "Biz seni kelgan musofirlarni himoya qilishdan to'smaganmidik?" dedi. Ya'ni biz seni erlarni mehmon qilishdan to'smaganmidik? Lut: "Bular mening qizlarim, ya'ni qavmimning qizlaridir. Agar qazoi shahvat qilmoqchi bo'lsanglar, ularni nikohlab ilinglar" dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening hayoting bilan qasamki, ular albatta gumrohliklarda tingirqab yurishidi. Lut alayhissalom bu oyat karimda mundaq deydi: "Mening bu qizlarim sizlarga eng pokdir.
Mücahid bu ayet haqida mundaq deydi. Ular Lut alayhissalomning o'z qizlari emas, balki shu ummatning qizlaridir. Chunki har bir payg'ambar o'z qavmining otasi hisoblanadi. Qatada va bir qancha kishining mushundaq deganligi rivoyat qilindi. Allohdan qo'rqinglar, mehmonlarim ustida meni rasvo qilmanglar. Ya'ni sizlar men buyurgan ishqa yuzlanib, halal ayollaringlar bilanla chekilinglar. Aranglarda qabih ishdan to'sadigan biror kallasi joyida odam yo'qmi? Ya'ni men buyurganni qabul qiladigan, men to'sqandan yonadigan yaxshi odam yo'qmi? Ular Lutga aytdi. Qizlaringga bizning hojitimizning yo'q ekanligini sen obdan bilasan. Ya'ni sen haqiqatan bizning xotinlarimizga hojatlarimizning yo'qligini va ularga ko'nglimiz tatmaydiganligini obdan bilasan. Shuningdek bizning maqsadimizni obdan bilasan. Ya'ni bizning maqsadimiz faqat erlardir. Sen bunu obdan bilasan. Bu so'zni bizga takror deyishingga nima zarur bo'lib qoldi? La havla va la quvvata illa billah. La ilaha illalloh. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Hud surasi tafsiridan 79-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.